Assalomu alaykum. 2020-yildagi pandemiya tufayli oilada zo'ravonliklar ko'paydi. Yordamga muhtojlar ortdi. Xorijdagi vatandoshlar karantin oqibatida qiynalgan bo'lsa, o'shda qolib ketgan o'zga yurt fuqarolariga ham ko'mak kerak bo'ldi. Shunday vaqtda Elmira Umarova Ulubka jamoatchilik jamg'armasi bilan birga yordam qo'lini cho'zdi. Qirg'izistonliklar audio podkastining bugungi sonida ana shu fond orqali kimga qanday yordamlar ko'rsatilgani haqida to'xtalamiz. 2020-yilni chetlatib o'tishni iloji yo'qda, chunki bu boshqa yillarga nisbatan o'zgacha bo'ldi. Mana shunday vaqtlarda sizlardan faqat mana shu imkoniyati cheklangan insonlar bilan, balkim oddiy xalqqa ham ko'p ishlarni amalga oshirdinglar-da. Pandemiya, albatta hamma ham yordam berishga shoshdi. Sizlarda jamoatchilik fondlaringlarda qanday ishlar amalga oshirildi shu o'rinda? Biz pandemiya mart oyining boshlarida e'lon qilingandan boshlab alohida dastur tuza boshladik. Bu dasturimizning birinchi maqsadi xalqda shu stressga tushmaslik harakatini oldini olish, shu stressga tushmaslikni oldini olish. Shularda bir ruhan ko'tarib, ularga ham ma'naviy, ham moddiy yordam ko'rsatish bo'ldi. Sababi faqat aytaylik, hamma ishsiz qoldi-da, endi ko'p odamlar ishsiz qoldi, oyliksiz qoldi, maoshsiz qoldi. Ularda aytaylik xarajat qilgani qo'lida puli bo'lmay qoldi, mablag'i yo'q bo'lib qoldi. Shuning uchun biz alohida shu dasturlarga harakat qildikki, odamlarimizga shu oziq-ovqatni yetkazib berish. Hech bo'lmaganda shu oziq-ovqat kirib tursa uyiga, haligi odam mablag'i yo'qligidan achinmaydi-da, hech bolasi bir narsa yeb turadi-da uyda. U ham bir hali stressni oldini oladi degan maqsad bilan shu dastur orqali biz donorlarga, shu o'zimizni sponsorlarimizga murojaat qildik. MOM orqali, mana aytaylik, migratsiya uyumi bor, bizda organizatsiyasi bor, shu juda ko'p yordam berdi. Birinchi navbatda odamlarga, ayniqsa ana shu pandemiyada ishsiz qolgan muhojirlarimiz chet ellarda qolib ketdi. Shularning oilasiga ham bu yerda biz yordam berdik-da. Ular u yoqdan turib murojaat qilishda, biz ketolmayapmiz, ishsiz qoldik deganda, ularda bu yerda bola chaqasi bor. Aynan shu qiyin ahvolga tushib qolgan oilalarini biz aniqladik-da va ularning oilasiga bu yerda biz oziq-ovqat, birinchi shu kerakli bo'lgan gigiyenik naborlarni ularga yetkazib berishga harakat qildik. Undan tashqari ana shu aytaylik, pandemiya boshlanishi bilan birinchi reysda kelib qolgan muhojirlarimiz bo'ldi. Ularni sog'ligiga e'tibor berdik. Ularni ana shu observatsiyadan chiqqandan keyin ham yana ularni o'zini tiklash jarayoniga yordam berdik. Eng asosiy maqsadimiz birinchi navbatda shu odamlarni nima deydi, psixologik holatini ko'tarish bo'ldi. Sabab agar odamning psixikasi yaxshi tursa, uni har qanday qiyinchilikdan chiqib ketishga o'zi harakat qiladi-da. Shuning uchun ularga shu psixologik yordamni birinchi navbatga qo'ydik. Rahmat katta. Mana shu jarayonda, mana shu 2020-yilda karantin vaqtida biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, Novqatda ham xayrli ishlarni amalga oshiribsizlarda. Ko'proq siz, ya'ni tibbiy anjomlar, tibbiy vositalar yetkazib berish amaliyoti olib boribdi. Faqat Novqatda bo'ldimi yoki boshqa yerlarda ham buni amalga oshirdinglarmi va kimlar homiylik qildi bunga? Biz bu proyektimizni asosiy maqsadi ko'p ayollarni uyda qolgandan keyin, erkak, ayol, bolalar maktabda onlayn bo'lgandan keyin uydagi nima deydi, sharoit, nima desam, ziddiyatlar kelib chiqishni boshladi-da. Bu endi haligi aytaylik damashin nasili deb qoldi, shuni ko'payishiga sababchi bo'lib qoldi. Shuning uchun biz bu proyektning asosiy maqsadi shuni o'rganib chiqib, ayollarni, oilalarni va ana shu ular murojaat qiladigan joydagi tibbiy xodimlarni muhtojligini aniqlash bo'ldi. Va biz buni amalga oshirib, ana shu ish olib borganimizda aytaylik, Novqat bilan Qorasuv rayonini bizga berishdi. Sababi eng ko'p virus chiqqan rayonlar shular deb belgilangan ekan. Shuning uchun bizga hokimiyat tarafidan shu ikkita rayonni pilotnik qilib berishdi va biz u rayonlarning ichidan ham qaysi aytaylik ayol hukumatida eng ko'p shu virus aniqlangan bo'lsa, shularga borishga harakat qildik. Va ana shu Novqat rayonidan 4 ta ayol hukumatini va 4 ta
poliklinikani bizga berishdi. Qorasuvdan ham 4 ta oila hukumati 4 ta poliklinikani berishdi. Biz bular bilan birga ishlab, ularni muhtojliklarini aniqlaganimizda oddiygina bir shu pulsoksimetr deymiz, haligi beskontaktniy termometrlar, shularga muhtojliklarini sezdik va tibbiy xodimlar, medsestralar, oddiy sanitarkalar o'zlarining yonidan maska olib, o'zlari shu qiyin ahvolda antiseptiklarga qiynalishganini bilganimizdan keyin biz bu Agaxan fondi orqali bularga shu yordam qo'lini cho'zdik. 4 ta poliklinikaga shu bittadan termometr, 2 tadan pulsoksimetr, 5 litrdan antiseptik va 100 tadan maska yetkazib berdik. Va undan tashqari ularda ana shu o'zlarini muammolarini, o'zlarini shu qiynayotgan savollarni biz o'rganib, bularni hammasini biz rekomendatsiya tariqasida shu Здравоохранение ministrligiga yozib, ularni hozirgi kunda topshirishga harakat qilmoqdamiz. Rahmat katta. Mana Elmira opa, siz aytyapsiz, shularni aniqlab, qayerga nima zarur bo'lsa, shuni yetkazib berishga harakat qilyapmiz deyapsiz-da. Mana shuni aniqlashda sizlarga kim yordam beradi? Yoki o'zinglar masalan to'g'ri odamlar bilan muloqot qilsanglar kerak, shu o'rinda kimlar sizlarga yetkazib beradi? Yuqorida aytib o'tdingiz, muhojirlar oilalarimizga yordam kerak dedingiz. U yerda ishsiz qolishdi, bu yerda oilalariga pul yetkazib berish olmadi mablag'larda. Shu o'rinda sizlarga ular qanday, masalan, muhojirlikdan sizlarga qanday xabarlarda, ya'ni yetkazishadi? Nima orqali muloqot qilasizlar ularni? Juda yaxshi savol. Bizga bu savolda donorlar ham beradi, qayerdan topib olasizlar deb. Sababi endi biz 2004-yildan beri ishlayapmiz. Allohga shukr, biz haqimizda juda ko'p ma'lumotlar internet orqali odamlarda o'zi haligi tsiganskiy pochta qilib bir-biriga yetkazib yuborar ekan, qilayotgan ishlarimizni xalq bilar ekanda. Chet o'lkalardan ham o'zlari bizga bevosita telefonlarimizni, raqamlarimizni olib telefon qilishadi. WhatsApp orqali, imo orqali bo'lsa ham bizga chiqishadi. Bularni aniqlashda shu xalq o'zi yordam beradi bizga. Aytaylik, kvartalniy komitetlar bilan, meriya bilan, oblast administratsiya bilan, mana so'zlashishda bilan biz bevosita ishlaymiz-da birgalikda. Ko'proq shular bizga tavsiya qiladi. Mana oilani bir ko'rasizlarmi? Aytaylik, mana O'zganda so'zlashishdasi juda yaxshi ishlaydi. So'zrabotniklari bizga postoyanno har doim murojaat qilib turishadi-da. Mana oila keldi, yo mana oila Rossiyada, yo mana Qozog'istonda qiynalib qolibdi. Undan tashqari mana LTRda seni izdaym ko'rsatuv bor. Ularda shu jurnalist qizimiz Tattigul ham ko'p murojaat qilib bizga shu odamni oilasini bir surishtirib beringlar deb. Shunaqa murojaatlar o'z-o'zidan kelib tushadi-da. Xalqning ichidan ham mana shu xalq masalan bizdan bir odam yordam olgan bo'lsa, u odam bevosita aytar ekan, mahallasida qiynalib qolgan odamda haligi odam orqali bizga yetib kelaveradi-da yana. O'zidan o'zi bizdan chiqqan ana shu yordam olgan odamlar biz uchun volontyor bo'lib qoladi ekanda. U volontyorlarimiz xalq ichidan o'zlari bizga shu nimani исследованиеga yordam berib, o'zlaringlar topib shu jo'natib turishadi. Rahmat. Yaxshi yo'lga qo'yilib qolganda. Demak, izga tushilib, mana shu o'zi xalq o'zi sizlarga yordam olib keladi, ya'ni yordamchilar olib keladi. Yordamchilar bo'lib qolgan hammasi. Rahmat katta. Elmira opa, o'tganda bir siz bilan suhbatlashganimizda o'sha karantin paytida o'shda qolib ketgan qo'shni respublikalardan, nafaqat qo'shni respublika, boshqa davlatlardan ham fuqarolar qolib ketgan ekan. Ularga ham yordam beribsizlarda. Bu to'g'rida ham to'xtalib o'tsangiz batafsil. Shu aprel oylarida bizga signal kelib tushdi. Biz O'sh shahrida Moldaviya fuqarolari qolib ketgan va ular qiyin ahvolda degan. Biz tezkorlik bilan ularni aniqlashga harakat qildik. Aniqlaganimizda 46 ta oila, endi 46 ta oila, ularda har bittasida aytaylik 4 tadan 5 tadan odam bo'lsa, endi qancha odam bo'lib ketadi? 46 ta oila shu bizni O'sh shahrida karantinda bir gostinitsada bekilib qolgan va shu yerda endi haligi hammamiz ham ko'chaga chiqmagan paytlar qiyin ahvolda, oziq-ovqatsiz, pulsiz qolib ketgan aniqladik va biz buni shu migratsiya uyushmasiga murojaat qildik va ular orqali bularga oziq-ovqatlarni, gigiyenskiy odam uchun kerakli bo'lgan priborlarni hamma narsalarni yetkazib berdik. Undan tashqari ularni mana hozirgi kunda shu qolib ketgan Moldaviya fuqarolarini etap-etap uyiga Moldaviyaga jo'natmoqdamiz. Dekabr oyida aytaylik 12 kishini jo'natgan bo'lsak, hozir mana yanvar oyida hozir mana kecha 5 kishini jo'natdik. Hozir yana 5 kishi yana tayyor turibdi. Ularni kelgusi hafta yana
yurtiga jo'natamiz. Ayrimlari mablag' topib, endi yo'l ochilib, o'zlari mablag' topib, o'zlari harakati bilan ketmoqda. Juda ko'pchiligini pasportlari просроченный bo'lib, sroklari tugab qolgan ekan. Ularga biz Moskvadagi Moldaviya posolstvosi orqali ularga sertifikat на возвращение beriladi. Shuni qilib, shularni yetkazib berib turibmiz hozirgi kunda. Ular o'zi asli o'sha 46 ta oila o'sha mehmonxonada qolib ketgan ekan deyapsiz. Ular nimaga kelgan ekan o'zi aslida bu yerga? Ular tijorat uchun kelgan. Bizning fuqarolar Rossiya, Qozog'istonlarga borib ishlagan singari, ular ham bizda kelib shu ishlab tirikchilik qilgani, tirikchilik manbai orqali kelib qolgan fuqarolar bo'lgan. Undan tashqari Tojikiston fuqarolari bor ekan. Ular ham shu xabar kelib Tojikiston assambleyada Tojikiston nimasi bor, xalq vakili bor. Shular orqali biz bildikki, Tojikiston fuqarolari qiyin ahvolda qolgan, studentlar qolib ketgan bo'ldi. Ularga ham shu yordam qo'lini migratsiya uyushmasi orqali cho'zdik va ularga ham mana shu birinchi navbatda oziq-ovqatni yetkazib berdik, gigiyenический naborlarni yetkazib berdik va ularni o'zini davlatiga qaytishga, xuddi shu Moldaviya fuqarolari singari ularga ham yordam qo'lini cho'zdik. Demak, ular tojikistonliklar ketishgan. Tojikistonlik studentlarni jo'natdik qaytarib, lekin murg'oblik o'zimiz etnik qirg'izlar, Tojikiston fuqarosi, ularda juda ko'pchiligi bu yoqqa lecheniya olgani kelgan. Ular ko'pchiligi yoshi katta insonlar, davolangani kelgan va bolasini oldiga kelgan, shu tariqa bu yerda qolib qolganlar bo'lgan. Lekin hozirgi kunda hammasi ketgani yo'q, chunki ularning ichida juda bemorlari ko'p edi. Bizga kelib shu davolanib shifo topayotganlar bor haligacha. Lekin studentlarni vataniga qaytarganmiz. Rahmat katta. Men yuqorida suhbatimizning boshida siz aytib o'tdingiz, odam savdosiga qarshi ham turli ishlarni amalga oshiryapmiz deb. Mana shunga ham to'xtalib o'tsangiz batafsil. Odam savdosiga qarshi bizda juda yaxshi programmalar bor. Aytaylik, ana shu jamiki qilayotgan ishlarimiz bari shu odam savdosiga qarshi kurashish programmasi ostida bo'lyapti. Bu nafaqat международный organizatsiyalar yoki bizni uyushmamiz, balki davlat programmasida ham ko'rsatilgan bo'lib, biz buni davlat bilan hamkorlikda, ya'ni meriya bilan, oblast administratsiya bilan odam savdosiga qarshi koordinatsion sovetda biz vakilmiz. Ana shu yerda tuzilgan plan asosida aytaylik, mana O'zbekiston fuqarolari bizga kelib ishlashadi-da, haligi Mardikor bozor do'konimiz kelib shu yerdan tirikchilik qilishadi. Shularning ichida ham kelib shu aldamchilik yo'li bilan shu qulchilikka tushib qolganlari bor. Bularni olib, ularga yordam beramiz, vataniga qaytaramiz. Undan tashqari mana shu aytaylik, bizni fuqarolar chet o'lkalarda qolib, shu qiyin ahvolga tushib qolib, qulchilikka tushib qolganlarni biz albatta ularni vatanga qaytarib, yana bu yoqqa kelgandan keyin biz ularni qaytib shu vatandan chiqmasligi uchun sharoit yaratib beramiz. Qanday qilib deganda, ularga biz aytaylik, shu yerda bir kichkina biznes ochib berishga harakat qilamiz va ana shu biznes bilan ular mashg'ul bo'lib, oilasini boqishga harakat qilib, asta-sekin o'zini ham ruhiy holatini ham fizik holatini tiklab, ular oilasi uchun pul topib, shu yerda ish bilan mashg'ul bo'lib qolsin degan eng katta bir programma bor bizda. Bizni shu chet o'lkalarda qolib ketgan, qulchilikka tushgan odamlarimizni biz bu yerda reintegratsion yordam berib, ularni o'z holatiga qaytarishga juda katta programmalarimiz orqali yordam bermoqdamiz. O'sha qulchilikda qolib ketgan fuqarolarimizni kimlar murojaat qiladi? Masalan, ota-onalari keladimi, farzandim qolib ketdi yoki bo'lmasam turmush o'rtog'i, kuyovim qolib ketdi, yo ayolim qolib ketdi deb murojaat qiladimi yoki u tomondan o'sha davlatda qolib ketgan davlatdan ular o'zlari qanday murojaat qilishadi? Bitta misol nimasida tushuntirib beray. Aytaylik, kimdir otasi keladi, kimdir bir qarindoshi keladi, kimdir turmush o'rtog'i keladi, kimdir aka-ukasi keladi-da. Bir kuni bir kishi keldi, oqsoqol, meni shu nabiram qolib ketgan ikkita bolasi bilan, turmush o'rtog'i bilan shu kelolmayapti, shunga yordam beringlar deb. Keyin biz uni bevosita surishtirdik, MIT orqali ularga chiqdik. Bilsak, ular shu Saudiya Arabistonida 14 ta odam, bitta oila, hammasi endi bu yerda o'zimiz bilamiz, haligi shariat bo'yicha 3 ta ayolga ruxsat berilgan deb, bir erkakning 3 ta ayoli, shu 3 ta oila
hammasi bitta erkakni nimasi shunaqa holatga tushib qolgan. Endi bular qulchilikka tushdi demaymiz, lekin bular haligi uyaзвимый holatga tushib qolganda, qiyin ahvolga tushib qolgan. Bularda vatanga qaytishga hech qanaqa imkoniyat yo'q. Sababi bolalar hammasi shu yerda tug'ilgan. Ularda yo metrkasi yo bir подтверждающий hech qanaqa dokumenti yo'q. Ota-onasining dokumentlari просроченный. Otasi u yerda shu haligi nelegalni yurishgani uchun bular davlat qonunini buzganligi uchun otasi qo'lga tushib, ularda zindonband qilishadi. Zindonga tashlangandan keyin bular absolyutni ko'chada qoldi, 14 ta odam. Bularda shu MIT orqali bu yerdan enasini tasdiqlovchi Qirg'iziston fuqarosi ekanligini tasdiqlovchi dokumentlarni qilib jo'natib, ularni olib keltirdik. Va bu yerda ularga mana haligacha bolalariga dokument qilib, metrga shunga o'xshagan dokumentlar qilinmoqda. Undan tashqari bitta qizimiz o'zini kuyovi bilan birga shu Dog'istonda ishlab yurgan mahalda qarzi ko'payib, shu qulchilikda ishlashganda ular qanday qilib endi bilamiz, hali quldorlar o'zini qo'lidagi odamni iloji boricha ushlab turish uchun uni bo'yniga qarzni ilaveradi-da. Shu qarzni ko'paytirib turib, erini bo'yniga allaqancha qarzni ilib qo'ygan va u bola men senga pul topib kelaman deb xotin bola chaqani zalogga tashlab ketaveradi. Vaholanki u ayol endi meni kelib qutqazib ketadi deb 6 oy qolib ketadi. U bola vatanga qaytib kelib, o'zining ishini qilib, uni hattoki qizni ota-onasiga ham aytmaydi. Keyin bir kuni qizni akasi haligi bolani ko'rib qoladi ko'chada, "Sen kelsan, qani meni singlim" deganda, "Ha, ashada qolgan" deydi. Shu bilan surishtirsaki, bu uni zalogga tashlab kelgan bo'ladi. U qiz yo aloqaga chiqa olmaydi, qo'lida telefoni yo'q. Keyin bu bolani siquvga olganimizdan keyin u bolaning u qizi turgan joyini aytdi va u qizni ham biz shu mum orqali qaytib vatanga olib keltirdik. Bunaqa holatlar juda ko'p. Endi qaysi birini aytib berishga ham hayronman, sababi har birini o'ziga yarasha sababi bor. Har birini o'ziga yarasha istoriyasi borda. Har bitta voqea orqasida achinarli bir taqdir borda. Rahmat katta. Mana shu yilimiz 2020-yil endi boshlanyapti-da. 2021-yil endi boshlanyapti-da. Oldindagi yana qanday planlaringlar bor? Planlarga kelsak, shu xalqqa yordam berish, ishini davom ettirish. Hozirgi yilga bizga shu juda katta yana imkoniyatlarimiz bor. Bizni fuqarolarga shu chet ellarda qolib ketgan fuqarolarimizni qaytib vatanga olib kelish dasturimiz bor. Bu yana bir 2 yil davom etadi. Shundan biz foydalanmoqchimiz. Hozir keng ko'lamda biz Rossiya, Qozog'istonga shu o'zimizni nimalarda nechasiga aytganda reklama qildik. Bizda shu qiyin ahvolda qolgan fuqarolarimiz bo'lsa, biz ularni qaytaraylik deb. Undan tashqari shu biz yana bitta asosiy maqsadimiz Minzdrav orqali yo bir donorlar orqalimi bizni shu poliklinikalarda nima deydi, sharoitini yaxshilash. Aytaylik, biz unaqa исследование qilgan mahalimizda mediklarda ozdan eshitdik-da, biz masalan shu yosh shuncha yil ishlab biz pulsoksimetr degan narsani eshitmaganmiz, kislorodniy konsentrator degan narsalarni ko'rmaganmiz deydi. Vaholanki hozir ham shu narsalarga yetishmaydi-da. Endi bu narsalarga tayyor turish uchun bular bilan ular bevosita shu poliklinikalarga berilish kerak bo'lgan narsalarda. Shuning uchun biz hozir katta maqsad qo'ydik oldimizga. Ayniqsa rayonlarda uzoq olisdagi qolib ketgan poliklinikalarimizga shu narsalarni ta'minlab berish rejasini qo'yganmiz va bunga hozir biz harakatimiz bor. Bunga yarasha donorlar ham topib qo'ydik degan nimamiz bor, yetkazib beramiz degan maqsadimiz bor. Va asosiy maqsad shu bizni xalqimizni og'irini yengillashtirishda. Rahmat katta. Mana shu Ulubka jamoatchilik fondi o'zidan kelib chiqqanda, nomidan kelib chiqib xursandchilik bag'ishlashda, odamlarning yuziga jilmayishni, ya'ni kulguni olib kelishda. Shu o'rinda shu yordam orqali ham ularni ruhini ko'tarish bo'lib hisoblanadi. Ulubka jamoatchilik fondi faqatgina O'shdami? Sizlar o'zinglar yetkazib berasizlarmi mobilniy nima orqali yoki qandaydir filiallaringlar bormi? Masalan, O'zgandan ham ko'p murojaat qilishadi deyapsiz-da, yaxshi ishlashadi deyapsiz. O'sha yerda o'zinglarda alohida filialinglar bormi? Qanday, masalan, boshqa yerlarda ham ochganmisizlar?
Filiallarimiz yo'q, lekin biz Jallovod Suzoq rayonida ham muhojirlar uchun alohida resursniy sentr ochganmiz. Bu resursniy sentr mana 2 yildan beri ishlab, u ham bizga shu muhojirlarni muammolari bo'yicha ko'p bizga jo'natadi odamlarni. Qorasuv rayonini Qizilqishloq ayol hukumatida ham shu resursniy sentr ochganmiz muhojirlar uchun. Shu ikkita resursniy sentrimiz ham butun shu bizni janub orqali allaqancha odamlarga murojaatlarni yetkazib, ularni bizga yo'naltirib turishadi. Lekin butun shu janub O'sh, Jallovod, Batken bo'yicha shu o'zimizning mobilniy gruppalar bor. Yetkazib ishlashga yordam beramiz. Hammasiga o'zimiz harakatdamiz. Boyagi gapingizga ulubka bizni o'zimizni shiorimiz ham agar insonda tabassum ko'rmasang, o'zing tabassumingni unga hadya qil degan shiorimiz borda. Shuning uchun qo'ldan kelganicha insonni shu ruhini ko'tarib, ularni kulib yurishga undashga harakatdamiz. Sizlar Intimaq teleradio kompaniyasida Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Eslatib o'tamiz, studiyamizda bugungi mehmonimiz Ulubka jamoatchilik fondining yetakchisi Elmira Umarova bo'lmoqda. Yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Elmira opa, bizni suhbatimiz o'z yakuniga yetib bormoqda va sizni hamyurtlarimizga, hamshaharlarimizga hamda yurtimiz mehmonlariga o'z tilaklaringizni bildirib o'tsangiz. Avvalambor aytmoqchimanki, ota-onalarga bolalarni ehtiyot qilishsin, ularga bolaligini berishsin deyman. Men shu gapni bir necha yildan beri aytib kelaman, sababi bolani bolaligi bo'lish kerak-da. Hozirgi bolalar hammasi ko'chada. Hammasini xayolida pul topsam, bunaqa qilsam degan hali keraksiz rejalarni tuzib yurishadi-da. Shuning uchun ota-onalarga aytardim, bolangizni bag'ringizga bosib, u 5 yasharmi, 15 yasharmi, bag'ringizga bosib uni erkalab suying va unga bolaligini bering. Bolani ishlashga majbur qilmang. Sababi undagi psixologik buzilish bu keyingi yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun ota-onalarga birinchi shu meni murojaatim, bolaga bolaligini bersin. Undan tashqari shu yurtimizda hamshaharlarimga hech qachon hech kim og'rimasin, hamma salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimizga Allohim adolat bersin, tinchlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin va hammamiz shu millatlararo ittifoqchilik bersin, birdamlik bersin degan tilaklarni bildirib qolaman. Rahmat katta, yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin deymiz va albatta sizlarning ishlaringizga, Ulubka jamoatchilik fondini ishiga ham rivojlarni tilab qolamiz. Sizlar qirg'izistonliklar audio podkastini tingladingiz. Unda Elmira Umarovaning pandemiyada xalqqa ko'rsatgan yordamlari haqida suhbatlashdik. Keyingi dasturlarimizni kuzatib boring. Albatta, biz yana bir qirg'izistonlik bilan sizlarni tanishtiramiz.